oliy ta'lim tashkilotlari kompleks hamda maxsus davlat akkreditatsiyasidan o'tkaziladi. Kompleks davlat akkreditatsiyasida ta'lim tashkilotining umumiy faoliyati to'laqonli darajada baholanadi. Maxsus davlat akkreditatsiyasida esa yangitdan tashkil etilayotgan ta'lim dasturlarining muvofiqlik darajasi baholanadi. Oliy ta'lim tashkilotlarini davlat akkreditatsiyasidan o'tkazish 4 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda oliy ta'lim tashkiloti rahbariyati nomidan agentlikning akkreditatsiya platformasiga ariza yuboriladi. Ariza 15 ish kuni ichida agentlik tomonidan o'rganib chiqiladi. Arizada kamchiliklar aniqlanmagan taqdirda 10 ish kuni ichida agentlik hamda oliy ta'lim tashkiloti o'rtasida ikki tomonlama shartnoma imzolanadi. Shartnoma imzolangan oliy ta'lim tashkilotlari ro'yxati hamda ularni akkreditatsiyadan o'tkazish reja jadvali agentlikning rasmiy veb sahifasida e'lon qilinadi. Ta'lim sifatini ichki baholash hamda undan keyingisi ta'lim sifatini tashqi baholash bosqichlari hisoblanadi. Ichki baholash oliy ta'lim tashkilotlarining ta'lim sifatini ta'minlash bo'linmalari tomonidan o'zini o'zi baholash tarzida amalga oshiriladi hamda ichki baholash natijalari asosida hisobot tuziladi. Ushbu hisobot agentlikning akkreditatsiya platformasiga yuklanadi. Ushbu hisobot agentlik tomonidan tuzilgan ekspert komissiyasi tomonidan o'rganib chiqiladi hamda tashqi baholash jarayonlari o'tkazilishi uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim sifatini ichki baholash bosqichi maxsus davlat akkreditatsiyasida ta'lim sifatini tashqi baholash bosqichidan kamida 1 oy oldin, kompleks davlat akkreditatsiyasida esa tashqi baholash o'tkazilishidan kamida 2 oy oldin amalga oshiriladi. Keyingi bosqich oliy ta'lim tashkilotlarini tashqi baholashdan o'tkazish bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqich kompleks davlat akkreditatsiyasida joyga tashrif buyurgan holda 10 ish kunidan oshmagan muddatda, maxsus davlat akkreditatsiyasida esa 5 ish kunidan oshmagan muddatda amalga oshiriladi. Tashqi baholash natijalari asosida ekspert komissiyalari tomonidan 15 ish kuni ichida hisobot tayyorlanadi hamda ushbu hisobot oliy ta'lim tashkilotiga taqdim etiladi. Oliy ta'lim tashkiloti tomonidan hech qanday e'tirozlar bildirilmagan taqdirda ushbu hisobot agentlikda doimiy faoliyat yurituvchi akkreditatsiya komissiyasiga taqdim etiladi. Akkreditatsiya komissiyasi yakuniy hisobot natijalari asosida oliy ta'lim tashkilotini davlat akkreditatsiyasidan o'tdi yoki davlat akkreditatsiyasidan o'tmadi deya e'tirof etadi hamda rasmiy qaror qabul qiladi. Kompleks davlat akkreditatsiyasidan o'tmagan oliy ta'lim tashkilotlariga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun 6 oy muddat vaqt beriladi. Ushbu muddatlarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etgan oliy ta'lim tashkilotlariga davlat akkreditatsiyasidan o'tganligi to'g'risida sertifikat taqdim etilishi mumkin. Maxsus davlat akkreditatsiyasidan o'tkazish uchun arizalar kelgusi yilida o'quv faoliyatini boshlash uchun har yili 1-oktyabrdan kelgusi yilning 31-yanvariga qadar qabul qilinadi. Kompleks davlat akkreditatsiyasidan o'tish to'g'risidagi arizalar oliy ta'lim tashkilotining akkreditatsiyadan o'tganligi to'g'risidagi oxirgi sertifikati tugaydigan o'quv yilidan oldingi o'quv yilining 15-sentyabriga qadar qabul qilinadi.